Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, YouTube kanali kuzatuvchilari, bizni Mega Avto 7070 kanalimizni obunachilari, hammalarga Andijondan kechki salom. Musofir yurtda yurgan hamyurtlarimizga alohida salom. Mana mashinalarimiz mana ancha-muncha yangiliklar qo'limizga kelib qolgan. Ko'ringlar, mashinalarimiz nalichida hamma sotuvda. Captiva 4 oq qoralaridan minaman deganlar, mana Kia K5, Jetour X90, X70, mana Cherry 8 Pro'lar bor. Mana Kia Carnival ishqibozlariga Kia Carnival benzinligidan bor. Marhamat. Mana X70 Plus'da en full besprabellari bor. Mana marhamat. Mana Kia K5, Jetour X70 da yurganlari bor. Xo'p, Captiva 4 qorasidan bor. Xo'p, ya'ni Captiva 1da 4 bo'lgan holatda esa. Mana. Tashqarida ham mana 4 bor. Ular mashinalarimiz sotuvda. Xo'p, hozir eng qizig'i Malibu 1da chamanidan kelib qoldi. Shuning uchun kech bo'lsa ham e'tiboringizga havola qilishni ma'qul topdik. Marhamat. Malibu. Baklajon svetidan mana marhamat ko'ringlar. Malibu 1da 3-pozitsiyasi. Mana eng full hisoblanadi. Mashinamiz mana shu orqa griloda ozgina pitnosi bor. Krugovoy tonirovkasiga 7 oy ruxsatnomasi bor. Xo'p. Oyog'ida 4 ta yumshoq baloni bor. 2.4 motorda bo'ladi. Oxirgi pokoleniya metan gaz ustanovka bo'lgan qizig'i. Xullas minishga tayyor. Marhamat. Ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz sotuvda. Holati o'ta ham a'lo, yurish, turishlariga gap bo'lishi mumkin emas. Fotolarga salonni ko'rsatib o'tamiz. Salonlar, mana qo'shimli salon. Luk. Sidina pamyatlari. Xullas Malibu'da eng fulli. 2.4 nadejniy motorda. Ko'ringlar, mashinamiz sotuvda. Metan gaz ustanovka bo'lgan. Zapaskalari. Mashinamiz shumkalar ham bo'lgan. Mashinamiz 2012-yil 165 ming probeda. Kechirasizlar 155 ming. Motor holatlarini ham hozir sizlarga bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Motor holatlari aytib o'tganimizdek 2.4 motor. Mana 4 euro reduktor. Ko'ringlar. Kimga qiziq bo'lsa, bu mashinamizni 10.200 dollar deb baholadik. Xo'p, buni devo mashinalarga barter qilamiz. 5-4 ming puli borlarga 1 yildan 5 yilgacha bank ham qo'yib bersak bo'ladi. O'zbekistonning hamma viloyatiga dastavka qilib yetkazib bersak ham bo'ladi. Ko'ringlar, Malibu 1da xullas chamani. Mana Malibu ishqibozlari tezda aloqaga chiqamiz. Mashinamiz sotuvda. Marhamat. Mana Mercedesimiz ham sotuvda. Mercedes ishqibozlariga mana W220 S350 kompressorini sotuvga qo'yganman. Hurmatli obunachilarimiz, YouTube kanali kuzatuvchilari, bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Mashinamiz yoqqan bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. Yana tushunmagan gaplarni Telegramda, WhatsAppda, Imo orqali yana gaplashsak bo'laveradi. Marhamat.
Malibu 1imiz sotuvda. Hurmatli obunachilarimiz, YouTube kanali kuzatuvchilari, hammaga bundan ham yaxshilari nasib qilsin. Bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Yangilikni zo'rlari hali oldinda. Hammaga omad. Ko'rganda ko'rishguncha. Rahmat e'tibor uchun salomat bo'linglar.